Hurmatli obunachilarimiz, so'nggi ko'rsatuvdan avtomobilimiz xudo xolasa Damas 2020-yilda ishlab chiqarilgan 13lik diska bo'lib o'tibdi. Kraskalarni har doimgidek ustalar bilan ko'rib olasizlar. Vakuumlik 2 dona joyi bor, vakuumda chiqqan. Bunda ikkinchi eshikda bor. Tek chiqarmoqlar bir xato ko'rasizlar. 13lik bo'lib o'tibdi. Metan gaz bollari bu seriya bo'yab qo'yibdilar. Holatlari o'rtacha. Zo'r mashina. Plaka ruxsati yo'q, lekin yurgan kilometri 90 ming tutdi. Chexol, linoleum, polik hamma narsa bor, patologlarcha qo'yilgan. 2020-yilda ishlab chiqarilgan mashina. Narxi 67 million so'm, 4 yil oylik to'lov 2 million 900 ming so'mdan, 5 yildagi oylik to'lov 2 million 600 ming so'mdan. Gaynator sug'urtalanadi 3 million so'm puldan kelasizlar. Bir pasport bilan minib ketasizlar. Ish joy talab qilinmaydi. Kimga qiziqar bo'lsa, pastda nomerlarimizni qoldiramiz, diyor avtoga kelaverasizlar. Sotiladigan mashinalarni olib kelsangizlar, qo'ldan kelgancha sotishga yordam beramiz. Diyor avtoda sizlarni kutib qolamiz.